Assalomu alaykum qarindoshlar. Yana bir qatim sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan xushalman. Bugungi temamizda Turkiyada bir ish qilmoqchi bo'lgan, mablag' solmoqchi bo'lgan shunday kishilarga qarata Turkiyadagi ba'zi foydali siyosatlarni so'zlab o'tmoqchi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, hozir Turkiyada nurg'ulg'an qarindoshlarimiz turibotidi va nurg'ulg'an qarindoshlarimiz cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, har xil tijoratlarni qilyotidi. Buning ichida albatta shirkat, do'kon ochish va boshqa har xil mollarni olib sotishdan sirt, yezigilik, boqmachilik degandek bunday kasblar bilan shug'ullanayotganlarmi ko'p. Hamda Turkiyada mushundaq yezigilik, boqmachilik, teriqchilik, bog'vanchilik, biliqchilik degandek mushundaq turdagi kasblarga Yevropa Birligi va Turkiyaning birlashib beradigan ma'lum yordam mablag'lari bor. Va Turkiyada mush kasb bilan shug'ullanayotgan nurg'ulg'an kishilar, korxonachilar bu tur mablag' yordamidan manfaatlanib kelyotidi. Bu yordam mablag'lari siz keyin qaytaradigan bir qarz bo'lmasdan, bu sizga yordam qilib beradigan pul. Bu sizga yordam berilgan pul qaytarilmaydi. Uni siz shu qurmoqchi bo'lgan zavodingiz yoki boqmachilik o'rningiz yoki teriqchilik, dehqonchilik, biliqchilik degandek qaysi turini qilmoqchi bo'lsangiz shu yerga ishlatasiz. Bu yordamning nisbatimi yuqori bo'lib, siz salmoqchi bo'lgan umumiy mablag'ning %70% kicha yordam mablag'i beradi. Ya'ni 100 ming liralik yoki 100 ming dollarlik bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, sizga 70 ming lira yoki 70 ming dollargacha yordam beradi. Ya'ni qarz emas qandaqkan sizga butunlay berib o'tadigan yordam mablag'i. Tövanda biz bu yordam tur mablag'larining kimlarga va qandaq turdagi kasblarga berilganligini bir ko'rib chiqaylik. Assalomu alaykum. Biz hozir Turkiyadagi yezigilik va chet yaqin rayonlarini taraqqiy qildirish yordam tur mablag'i haqida qisqacha tushuntirish berib o'tamiz. Bu yordam turining ismi turkcha qisqartirilib IPART deb ataladigan bo'lib, hamda bu IPART yordami deganimiz nima deganimizda ko'pinchimizga ma'lum bo'lgandek Turkiya Yevropa ittifoqiga a'zo bo'laman deb turayotgan nomzod bir davlat. Turkiyaning Yevropa birligiga a'zo bo'lish jarayonida Turkiyadagi yezigilik va chet yaqin rayonlarini taraqqiy qildirish uchun Yevropa ittifoqi va Turkiya tarafidan beriladigan yordam tur mablag'i. Ya'ni demakchi bu mablag'ning bir qismi Yevropa birligidan keladi, bir qismini Turkiya taraf chiqaradi. Mushu bo'yicha Turkiyaning chet yaqin rayonlaridagi yezigilik va shuningga munosabatli kasblarni taraqqiy qildirish uchun beriladigan bir xil yordam turi. Ya'ni Turkiya hozir taraqqiy qilayotgan davlat bo'lg'achqa, Turkiyani taraqqiy qilgan davlat bosqichiga yetkazish uchun besib o'tilmoqchi bo'lgan bir qadam, bir jarayon deb bilib olsak bo'ladi. Endi bu yordam turiga qandaq kasb bilan shug'ullanuvchilar, qandaq o'rinlar iltimos qila oladi deganimizda,
ko'rib turganimizdek süt ishlab chiqaradigan yoki süt mahsulotlari pishiqlab ishlaydigan o'rinlar. Ya'ni maxsus süt ishlab chiqaradigan kali firmasi, o'chki firmasi degandek mushundoq o'rinlar bo'lsin bo'ladi yoki bu süt firmalarining ishlab chiqargan sütlarini elib pishiqlab ishlaydigan bundaq shirkat, zavod xarakteridagi o'rinlar bo'lsa-mu, bu yordam turiga iltimos qila oladi. Undan boshqa yana kimlar iltimos qila oladi deganimizda qo'y kala boqmachilig'i yoki go'sht mahsulotlari pishiqlab ishlaydigan o'rinlar. Ya'ni qo'y boqmachilig'i bo'lsin bo'ladi, kala boqmachilig'i bo'lsin bo'ladi yoki shundoq qo'y, kala degandek bularning go'shtidan boshqa mahsulotlarni pishiqlab ishlaydigan zavodlar iltimos qilsa-mu bo'ladi. Ya'ni bu qo'y, kalalarning go'shtlaridan boshqa har xilligan qizi deymiz, boshqa shaklda tayyorlangan mahsulotlar deymiz. Bundaq mahsulotlarni pishiqlab ishlaydigan zavodlar bo'lsa, bularni iltimos qila oladi. Bu yordam turiga iltimos qila oladigan yana bir kasb turi bo'lsa, uy qushlari boqmachilig'i yoki go'sht, tuxum mahsulotlari pishiqlab ishlaydigan o'rinlar. To'xu, o'rdak, g'oz degandek, mushundoq uy qushlarini boqadigan firma bo'lsa-mu bo'ladi yoki bu to'xu, o'rdak, g'oz degandek bu uy qushlarining go'shtlarini, tuxumlarini pishiqlab ishlaydigan zavodlar bo'lsa, bularmi bu yordam turiga iltimos qila oladi. Undan boshqa meva-cheva, ko'ktat, o'simlik qatorliqlarini o'stiradigan yoki pishiqlab ishlaydigan o'rinlar iltimos qila oladi. Mevalik bog', ko'ktat, har xil o'simliklarni teriydigan dehqonchilik maydonlarini qurib, kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin, mushundoq kasblar bilan shug'ullanganlarmi bu yordam turiga iltimos qilsa bo'ladi. Bu yordam turiga iltimos qila oladigan yana bir kasb turi bo'lsa, hasal arisi boqmachilig'i va hari mahsulotlarini pishiqlab ishlaydigan o'rinlar. Ko'pinchinglar bilishinglar mumkin, Turkiyada hari boqmachilig'i cho'ng bir kasb. Nurg'ulg'an kishilar mushu hari boqmachilig'i bilan, ya'ni bu hasal kasbi bilan shug'ullanadi. Mushundoq hari boqib, hasal ishlari bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar yoki bu hasal harisidan chiqqan hasal yoki shu haridan chiqadigan boshqa mahsulotlarni pishiqlab ishlaydigan zavodlarni, o'rinlarni qurmoqchi bo'lgan, bundaq kasblar bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarmi bu yordam turiga iltimos qila oladi. İltimos qila oladigan yana bir tur qaysi deganimizda yerlik alohida mahsulotlarni ishlab chiqaradigan va pishiqlab ishlaydigan o'rinlar. Xuddi bizning vatandami ma'lum shaharlarda shu o'rinda yaxshi yetishib chiqadigan ma'lum mahsulotlar bo'lgandek, Turkiyadami har xilligan shaharlarda, har xilligan o'rinlarda shu o'ringa mos bo'lgan alohida yerlik mahsulotlari bo'ladi. Shu yerda yaxshi o'sadigan va shu yerga mos keladigan shundoq mahsulotlarni o'stirish, terish yoki shundoq mahsulotlarni pishiqlab ishlaydigan o'rinlarmi bu yordam turiga iltimos qila oladi. Uningdan boshqa shu o'rinning jug'rofiyasiga, muhitiga mos keladigan yerlik sayohatchilik bilan shug'ullanadigan o'rinlarni iltimos qila oladi. Yana agar shu o'rinda yaxshi bir tarixiy joylar bo'lsa yoki go'zal bir manzaralik o'rinlar yoki shu yerdagi xalqning urf-odatini, madaniyatini aks ettirib bera oladigan, sayohatchilikka mos keladigan turlar bo'lsa, bularmi bu yordam turiga iltimos qila oladi. Yana kimlar iltimos qila oladi deganimizda, ko'rib turayotganinglardek, baliqchilik yoki shuningdek suv mahsulotlarini pishiqlab ishlaydigan o'rinlar. Ya'ni biliq boqadiganlar yoki biliqdan har xil mahsulotlarni ishlab chiqaradigan zavodlar, korxonalarmi bu yordam turiga iltimos qila oladi. Ya'ni kimlar iltimos qila oladi deganimizda, yezigilik ishlarida qo'llaniladigan mashina uskuna xizmati bilan shug'ullanadigan o'rinlar. Ya'ni traktor, yarog'dirish mashinasi, o'rish mashinasi degandek, shundoq mashina uskunalarni sotib olib, shu yerdagi xalqqa ijara beradigan, shu yerning teriqchilik, boqmachilik degandek, shundoq kasblarga to'pi qo'sha oladigan bu xil kasb bilan shug'ullanuvchilarmi bu yordam turiga iltimos qila oladi. Yordam mablag'iga iltimos qila oladigan yana bir kasb bo'lsa, qayta hosil bo'ladigan, ya'ni pokiz energiya ishlari bilan shug'ullanadigan o'rinlar. Ya'ni shamol energiyasi stansiyasi deymiz, quyosh energiyasi bilan tok chiqaradigan o'rinlar deymiz. Mushundoq kasblar bilan shug'ullanadiganlarmi bu yordam turiga iltimos qila oladi. Hozir bizning da'vatgan bu qayta hosil bo'ladigan energiya deganimiz hozir Turkiyada intayin tez surat bilan kengayyotir. Ya'ni buni anglabla bu intayin cho'ng ishlar, jiq mablag' ketadigan ishlar deb o'ylab olmasligimiz kerak. Bu kichik bo'lsa-mu bo'ladi, 100 kvadrat metr yer bo'lsa-mu bo'ladi, 1000 kvadrat bo'lsa-mu bo'ladi. Hozir Turkiyada nurg'ulg'an terish imkoniyati bo'lmagan, ya'ni suv bo'lmagan degandek, terish imkoniyati bo'lmagan nurg'ulg'an bo'sh yerlarga quyosh energiyasidan foydalanib tok chiqaradigan mushundoq o'rinlarni selyotidi. Mablag' solmoqchi bo'lgan qarindoshlarning bu turini o'ylashib beqishni tavsiya qilaman. Biz hozir qaysi kasblar bilan shug'ullanuvchilarning bu yordamga iltimos qila oladiganligini so'zlab o'tdik. Endi mush kasblar bilan shug'ullanib, qanchalik mablag' solgan kishilarga bu yordam beriladi yoki iltimos qila oladi deganimizda 5000 yevrodan 3 million yevrogacha bo'lgan turlarga yordam mablag'i beriladi. Ya'ni qaysi kasb bo'lmasin, selinadigan yoki selingan umumiy mablag'
5000 yevrodan 3 milyon yevrogacha bo'lgan mushu aralıqda bo'lishi kerak. Yani demekçi bununla kichik tijoratchi ishlarni yangidan kichikdan boshlamoqchi bo'lganlari iltimos qila oladi. 3 milyon yevrogacha mablag' salmoqchi bo'lganlarmi bu yordam turiga iltimos qila oladi demekçi. Endi hozir biz deb o'tgan barliq shartlarga tushgan, biz so'zlab o'tgan shu kasblar bilan shug'ullangan va 5000 yevrodan 3 milyon yevrogacha bo'lgan bu aralıqda mablag' salmoqchi bo'lgan mushundaq turlarga qanchalik yordam berildi deganimizda ketarlik umumiy mablag'ning 70%gacha yordam mablag'i berildi. Berilgan yordam qaytarilmaydi. Yani eğer bu yordam sizga berilgan bo'lsa, siz bu yordamni qaytarmaysiz, bu yordamni o'zingizning ishiga ishlatasiz. Yani bu sizga berilgan qarz bo'lmasdan, sizga berilgan yordam puli. Berilgan yordam sizning bo'ladi. Bu yordam turlariga iltimos qilish vaqti qachon deganimizda, bu yordam turlariga iltimos qilish 2014-yilda boshlangan bo'lib, 2020-yilning ma'lum oylariga qadar iltimos qabul qilish davomlashadi. Endi bu tur mablag'i yordami Turkiyaning hamma joylarida beriladi deganimizda undaq emas. Boshda ismi chiqib turgandek, bu yordam turining ismi nima edi? Turkiyadagi chat yaqin rayonlarni taraqqiy qildirish yordam turi edi. Shuningga hozir ekranda ko'rib turayotganimizdek, Turkiyadagi 42 shaharda bu yordam turiga iltimos qilg'ili bo'ladi. Munosabatli shaharlarning tizimligini shu ekrandan ko'rib olsanglar bo'ladi. Shuning bilan biz hozir Yevropa Birligi bilan Turkiyaning birlashib, Turkiyadagi chat yaqin rayonlarni taraqqiy qildirish yordam turi mablag'ini bir qisqacha tushunib o'tgan bo'ldik. Texmo tafsiliy ma'lumotga erishish uchun ekranda ko'rinib turgan torbat adresini ziyorat qiling yoki ekrandagi telefon nomeriga telefon qilish orqali surishtirsangiz bo'ladi. Biz hozir bu yordam turining qandaq bir yordam ekanligini, qayerdan, nima uchun berilganligi, qandaq kasblarga berilganligi va qanchalik berilganligi degandek bularni ko'rib chiqdik. Hamda tövanda bu yordamga qandaq iltimos qilganligimiz va iltimos qilgandan keyin qandaq jarayonlar bo'ladiganligini ko'rsatib bergan qisqacha bir filmimiz bor. Bu filmni ko'rib chiqaylik. Bu filmning tili turkcha. Aslida men buni tarjima qilib shu bo'yicha tushuntiray degandim, ammo bu tijorat, mablag' soldigan ish va Turkiyada qiladigan ish bo'lg'achqa, bunchalik ishlarni qilaman degan qarindoshlarimizning cho'qim turkcha bilishi shart. Agar turkcha bilmasa, yanıga cho'qim yaxshi biladigan bir kishini elish kerak. Shuning uchun tushuntirish filmimizda turkcha ko'rib chiqaylik. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, kısa adı İPART olan Kırsal Kalkınma Programı kapsamında yatırımlara %70'e varan hibe desteği veriyor. Kurum hibe desteğini başvuru çağrı ilanları aracılığıyla duyuruyor. Çağrı ilanları kurum web sitesinde ve yerel gazetelerde yayınlanıyor. ...2007-2013 ve 2014-2020 dönemlerini kapsayan İPART programı, 42 ilde farklı sektörlere destek verecek şekilde yapılandırılmıştır. Program kapsamında tarımsal işletmelere yönelik olarak süt üretimi, et besiciliği ve yumurta tavukçuluğuna, işleme ve pazarlama sektöründe et, süt, meyve, sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi kapsamında ise arıcılık, seracılık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, yerel ürünler ve el sanatlarıyla kırsal turizm ve kültür balıkçılığına, ayrıca yenilenebilir enerji tesisleri ve makine parklarına destek veriliyor. Kurumumuz başvuru çağrı ilanlarına ve desteklerimizle ilgili her türlü bilgiye il koordinatörlüklerinden ve kurumumuz internet adresi www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşılabilir. İPART programı kapsamında kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler gerekli uygunluk koşullarını sağlamak kaydıyla başvuru çağrı ilanında duyurulan tarihler arasında uygun bir projeyle il koordinatörlüklerine başvurabilir. Başvuru sahibi, başvuru sunulduğunda 65 yaşın üzerinde olmamalı, vergi ve SGK prim borcu bulunmamalıdır. Başvuru sahibi, yatırımını öncelikle kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirir, daha sonra hibe alır. Öz kaynaklarının yetersiz olduğu durumlarda, kurumumuzun protokol imzaladığı bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden uygun koşullarda kredi kullanabilir. Sektörlere göre farklı uygunluk kriterleri aranmakta olup, detaylı bilgiye kurum resmi web sitesi www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşılabilir. İPART programından mevcut ve yeni kurulacak işletmeler de faydalanabilir. Program kapsamında destek verilen sektörler için farklı yatırım limitleri ve kapasiteler söz konusudur. Yatırım limitleri sektörlere göre değişmekte olup, alt limit 5.000,
üst limit ise 3 milyon avrodur. İPART programı kapsamında yapım işleri, makine ekipman alımı, danışmanlık ve görünürlük hizmetleri desteklenmektedir. İPART programı kapsamında başvuru yapmaya karar veren yatırımcılar bir başvuru paketi hazırlamalıdır. Başvuru paketi, başvuru formu ve ekleri, iş planı ve teknik projeden oluşur. Proje ile ilgili tüm belge ve dokümanlar tam ve eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. Proje yapım işlerini içeriyorsa ilgili teknik çizimler hazırlanır. Başvuru sahipleri ilgili resmi kurumlara başvurarak resmi belgeleri hazırlar. Kurumumuz web sitesi www.tkdk.gov.tr adresinden teknik proje doldurulur. Planlanan yapım işleri, makine ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları için teklifler toplanır. Yine web sitemizden temin edilen, başvuru yapılacak yatırıma uygun olan iş planı doldurulur. Başvuru yapmayı planlayan yatırımcılarımız, başvuru paketi hazırlığı aşamasında karşılaştıkları soru ve sorunlarla ilgili bilgi almak ve çözüm bulmak için kurumumuzun 444 85 35 numaralı TKDK yardım masası hattını arayabilirler. www.tkdk.gov.tr adresinden başvuru formu web ortamında online olarak doldurulur. Başvuru formu doldurulduktan sonra teknik proje, iş planı, başvuru formu ve ekleriyle birlikte başvuru paketi adı verilen bir dosya hazırlanır. Bir orijinal ve 2 kopya halinde hazırlanan başvuru paketinin her biri ayrı bir klasör içine yerleştirilir. Hazırlanan başvuru paketi, yatırımın yapılacağı ildeki il koordinatörlüğüne teslim edilir. İPART programı kapsamında proje sunan başvuru sahipleri, yapılan değerlendirmelerden sonra başvurularının uygun bulunması halinde kurumumuzla sözleşme imzalamaya hak kazanır. TKDK ile sözleşme imzalayan başvuru sahipleri artık faydalanıcı olarak adlandırılmaktadır. Faydalanıcı yatırımını en fazla 3 taksitte tamamlayabilir. Faydalanıcı ödeme alabilmek için kuruma bir paket sunar. Ödeme talep paketleriyle ilgili her türlü bilgiye il koordinatörlüklerimizden ve kurumumuz internet adresi www.tkdk.gov.tr'den ulaşılabilir. Faydalanıcı yatırımına yapım işleriyle başlar ve kurumla imzaladığı sözleşmeye uygun olarak inşaat işleri için tedarik sözleşmesini imzalar. Faydalanıcı inşaatın belirli aşamaları öncesinde yatırımın yapılacağı il koordinatörlüğüne bilgi verir. Bu inşaat süreçleri kurum personelince kontrol edilir. İl koordinatörlüğü tarafından faydalanıcıya ödeme talep paketi teslim tarihi ve getirmesi gereken belgeler hakkında bildirim mektubu gönderilir. Yapım işinin tamamlanıp ödeme talep paketinin teslim tarihi geldiğinde harcamaların uygunluğunu destekleyen belgeler, yatırımı ile ilgili resmi belgeler, faydalanıcının doldurduğu harcama beyanı belgeleri bir orijinal bir kopya olarak hazırlanır. Faydalanıcı ödeme talep paketini il koordinatörlüğüne teslimi sırasında orijinal faturaları da yanında bulundurmalıdır. Faydalanıcıya hibe desteğinin yanında ithalat vergileri, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi vergilerden muaf tutularak pek çok vergi avantajı da sağlanmaktadır. Ödeme talep paketinin il koordinatörlüğüne tesliminden sonra kurum uzmanlarınca belge kontrolleri ve yatırımın saha kontrolü gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen kontroller sonrasında ödeme talep paketinin tesliminden itibaren 6 ay içinde faydalanıcının banka hesabına ödeme yapılır. İnşaat işlerini tamamlayan faydalanıcı makine ekipman alım sürecini başlatabilir. Makine ekipman alımı için tedarik sözleşmesi imzalanır. Makine ekipman kurulumu sonrasında yatırım tamamlandığında faydalanıcı resmi kurumlara başvurarak gerekli belgeleri alır. İl koordinatörlüğü tarafından son taksite ait ödeme talep paketi teslim tarihinden önce faydalanıcıya yeni bir bildirim yapılır. Taksit günü geldiğinde gerekli belgeler bir orijinal bir kopya olarak hazırlanır. İlk taksitte yer alan süreç ve koşullar diğer taksitler için de geçerlidir. Son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca faydalanıcı projesinde herhangi bir değişiklik yapmamalı ve iş yeri faaliyet halinde olmalıdır.
Bu süre içerisinde TKDK tarafından yatırımın sürdürülebilirliği kontrol edilir. TKDK, İPART destekleriyle yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. TKDK, Türkiye'nin kırsal kalkınma hamlesi. Ko'rib o'tganimizdek iltimos qilish jarayonlari va undan keyin bo'ladigan bosqichlar mushlardan iborat. Agar Turkiyada mush kasblar bilan shug'ullanayotgan yoki mushundaq kasblar bilan shug'ullanishni planlayotgan, o'ylashayotgan qarindoshlar bo'lsa, erinmasdan mush yordam turlariga iltimos qilib, ishlarini texnik kengaytib, ro'naq tepib olishini umid qilaman. Chunki mushundaq kasblarda yoki cho'ng-cho'ng mushundaq turlarda mushundaq yordamlarni olmay turib bir ish qilmoq tez. Chunki hozirgidek raqobat jamiyatida siz bundaq yordamlarga erishmasangiz, siz bilan o'xshash mushundaq kasblarni qilayotgan boshqa birisi bu yordamlarni olsa, u kishiga bo'lgan chiqimlar oziydi va u arzon sotib chiqaradi. Barliq chiqimlarni o'zi qilgan tarafchi, uning chiqimlari ko'p bo'ladi, sotmoqchi bo'lgan mahsulotning bahosi yuqorilaydi va oladigan foydami oz qoladi. Mush turdagi kasblarni qilayotgan qarindoshlarning bu fursatni ching tutishini vaqtida foydalanishni so'rayman. Yana bir qatim ko'rishguncha hammanglar Allohga omonat.